Minimalizm landshaftda nima? Biz siz bilan ana shu haqida gaplashamiz. Minimalizm degani bu kam o'simlik yoki arzon degani emas, bu ana shu imoratning munosib ko'rki. Buni o'zingiz ko'rib, tushunib olasiz. Zamonaviy turar joy landshaftning high-tech va minimalizm usullarini uyg'unligi nimalarni beradi? Biz bugun ana shular haqida gaplashamiz. Bu video ayniqsa hozir bog' yaratmoqchi bo'lgan quruvchilar va hattoki o'z hovlisida ana shunday ajoyib hududni yaratmoqchi bo'lganlar uchun nihoyatda qiziq. Videoni oxirigacha ko'ring. Qizig'i ana shunday landshaft usulini nafaqat ana shunday turar joylarda, balki o'z hovlingiz yoki ofisingiz oldida ham bemalol ishlatishingiz mumkin va sizga bu juda yoqadi degan umiddamiz. Mening ismim Ruslanbek Jumabayev va bu Bahor gullari kanali. Biz o'z obzorimizni bugun Energy Qorasuv turar joy majmuasida qilamiz va bu yerda ekilgan o'simliklarni birin-ketin hammasini ko'rsatib, ularni nima uchun o'sha joyda ekilgan va landshaftni qaysi uslublarda ana shu o'simliklarimiz ekilishini ham birma-bir aytib beramiz. Biz hozir majmuaga kiradigan asosiy joydan boshlayapmiz va bu yerda ana shu maysazorning o'rniga sedum o'simligi ekilgan. Bu o'simligimiz bo'yi ana shunday doimiy qolaveradi. Bu o'simligimiz qiziq bo'lsa sukulentlar oilasiga mansub o'simlik. Va bu yerda chiroyli qilib Можжевельник Blue Air o'simligi bir qator qilib 3 tasi ekib qo'yilgan. Ularning o'rtalariga esa uch dona ana shunday Ionimus aurea o'simligi ekilgan va bu o'simligimiz hozir nihoyatda yaxshi holatda turibdi. Biz bu yerda ana shunday katta toshlarni butun hududi bo'ylab ishlatganmiz. Bu esa asosan high-tech usulida ishlatiladi va ana shu xarsang toshlar bu yerda nihoyatda chiroyli tus berib turibdi. 20-asrning oxiri va 21-asrda high-tech va minimalizm usullari modaga chiqdi va ana shu uslubda ana shunday toshlardan foydalanishga boshlandi. Chunki bu uslub landshaftning ana shunday uslubi yoki uyg'unlashgan uslublari high-tech bilan minimalizmni zamonaviy uylarning fasadiga nihoyatda yarashadi. Mana biz landshaftimizni asosiy obzorini shunaqa chap qo'lidan boshlayapmiz va bu yerda tekis, chiroyli va yumshoq qilib gazon yotqizilgan. Ularni tepasida esa ana shunday 3 dona xarsang toshlar bor. Endi mana bu yerda ajoyib tengi yo'q gulzor. Ular nimalardan iborat? Ular ana shunday yapon budleyalari, ular oq va siyoh rang tusda va o'zimizni o'sha biz sevgan lavanda, haqiqiy Provans iforini bu yerda ham taratib turibdi. Va bu yerning bezagi sifatida 3 tup katalpa va 2 tup Arizonika kiparislari bezab turibdi. Endi mana landshaftimizni markaziy qismiga o'tib kelyapmiz va bu yerda Yapon Benka Masaki buksusi, Hind sireni, o'zimiz bilgan mashhur Ionimus va Hind sirenining ana shunday chiroyli gullaydigan turlari ekib qo'yilgan. Ularning ostida esa sedum bu yerga nihoyatda yarashib turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu joyda ekilgan Hind sirenlarining rangi bir xilda, mana shunday qip-qizil, to'q koral rang desang bo'ladi. Nihoyatda chiroyli gullab turibdi. Hali bu gulimiz ancha turib beradi. Mana endi landshaftimizni mana old qismiga kirib kelyapmiz va bu yerda ikkita chiroyli qilib sharsimon Ionimus aurea butalari ekib qo'yilgan va ular nihoyatda shu joyga yarashib turibdi. Ularning qoq o'rtasida esa ana shunday chiroyli Fatini o'simligi. Bu o'simligimizni yosh barglari bilsanglar qip-qizil rangda bo'ladi va ana shu yerga nihoyatda katta salovat, hashamat va chiroy bag'ishlab turadigan
umiddamiz. Bu yerda landshaftning asosiy go'zal urug'si sifatida metelchita gortenziya ekilgan. Mana shunday valnasimon qilib, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu o'simliklarimiz hozir gullab turibdi va kech kuzgacha ana shu holatda bo'ladi. Landshaftning o'rta qismida Italiyada 10 yildan ko'p o'stirilgan ana shunday shtampli, chiroyli oleander daraxti ekilgan. Bu gulimiz ham sezgan bo'lsanglar, xuddi Hind sirenining gulini rangida va ana shu joyiga nihoyatda yarashgan. Bu yerda ham chiroyli qilib piramidal fatinya ekilgan va landshaftimizni ana shunday go'zal gortenziya bilan yakunlaganmiz. Landshaftimizning bu hududi ham xuddi hozirgina ko'rsatgan hududning oynadagi aksi bir xilda. Bu yerda ham mana shunday gortenziya, oleander, ikkita fatinya va ikkita Ionimus aurea ekilgan. Landshaftimizni mana markaziy qismiga ham yetib keldik. Bu bolalar o'yingohi bilan qo'shni joy va nihoyatda xavfsiz, chiroyli o'simliklar ekilgan. Butasimon Ionimus aurea va ana shunday go'zal Yevropadan keltirilgan oq qaynlar ekilgan. Ular soni bu yerda 6 ta. Hech qanday landshaftni ana shu go'zal magnoliyasiz ko'rkam deb bo'lmaydi va biz har bir xonadonda ana shunday turar joylarda ana shunday magnoliyalarni ekishga harakat qilamiz va sizlarga ham tavsiya etamiz. Mana bu o'simligimiz hozir ba'zilari gullab bo'ldi va mana hozir ham ochilish arafasida. Bu gulimizni aromati nihoyatda mayin, chiroyli, o'zingizni xuddi chet el ko'chalarida yurgandek his qilasiz. Bu yerimizda yarim aylana ko'rinishida butasimon Ionimus aurea o'simlari ekilgan. Bu yerda esa barbaris, barglari ham nihoyatda chiroyli. Faqat e'tibor berasizlar, bu o'simligimizda tikanlar bo'ladi. Va bu joyimizda yana bitta chiroyli magnoliya daraxti ekilgan. Landshaftimizni bu qismini ana shunday chiroyli sharsimon Ionimus aurea bilan tugallangan. Endi landshaftimizning yana bir chiroyli va markaziy qismi, bu qismi ham chiroyli qilib mana shunday tepalik sifatida yaratilgan va bu yerda 3 ta sharsimon Ionimus aurea ekilgan. Ular hozir paytda gullab turibdi. Hattoki iforini shu yerda turib ham sezib turibman. Endi mana shu yerga chiroyli yarashgan ana shu 3 tup Arizonika kiparisiga ahamiyat beringlar va bularni iforini tekshirish uchun oddiy lifehack bo'ladi. Nihoyatda zo'r ifora. Sizlarga ham tavsiya qilamiz ekishni. Landshaftimizning bu qismida 2 dona knijnaya tuya ekilgan. Bu nihoyatda chiroyli va kerakli joyda joylashgan. Negaki bu yerda dam olish va barbekyu zonalari. Va ana shu o'simliklarimiz o'zidan nihoyatda chiroyli ifor chiqarib, mana shu yerliklarni xursand qilib turadi. Bu yerda esa sharavidnaya tuya ekilgan. Bu ham o'zini nihoyatda chiroyli o'rniga tushgan. Va landshaftimizning bu qismini chiroyli sharsimon Ionimus aurea tugallagan. Landshaftimizning yana bir fasad qismiga o'tdik va bu yerda ham ana shunday mayin, chiroyli, yaxshi o'rilgan gazondan boshlangan. Ularda ham ana shu high-tech uslubda yotqizilgan mana toshlar qo'yilgan. Endi landshaftimizning o'ziga o'tamiz. Sezgan bo'lsangiz, mana oxirgi paytlarda ana shunday Robinia pseudoakatsiya o'simligi hozir nihoyatda ommaviy tus olgan ekish va nima uchun? Chunki bu daraxtimiz chiroyli sharsimon ko'rinishda va u shtampda o'stirilgan. Bu daraxtimizni ana shu holatda qoldirish mumkin yoki agar qo'yib berilsa bu daraxtimiz yana tepaga qarab o'sib ketaveradi. Chiroyli gullaydi va gulining ifori ham yaxshi. Endi bu o'simligimizning yana bitta turi bor va biz u o'simlikni ham ko'plab ekamiz. U o'simligimiz nihoyatda chiroyli, baland o'sadi. Gullarning rangi pushti rang va u o'simligimiz Robinia Cascade Rouge. U o'simligimizni ham sizga ekish uchun tavsiya etamiz. Chunki uni ko'rinishi ham, gullarning ifori ham albatta sizga yoqadi degan umiddamiz. Bu hududimizda 3 ta lipa daraxti ekilgan. Yaqin orada bu o'simligimiz katta bo'lib, ana shu fasadga ko'rka qo'shib turadi va 2 tup Robinia pseudoakatsiya ekilgan. Va daraxtlarimiz ostida Ionimus aurea mana shunday kvadrat ko'rinishda ekilgan. Bu o'simligimiz doimo kesib turilishi kerak. Va 1, 2, 3, 4 ta chiroyli
Nandini o'simligi. Bu o'simligimiz hozir ham ko'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yosh barglari nihoyatda tiniq, qip-qizil rangda bo'ladi va ana shu joyga alohida joziba bag'ishlab turadi. Landshaftimizni ana shu hududini chiroyli oq gulli oleandr butasi bilan yakunlaganmiz. Endi landshaftimizni eng kichkina hududiga o'tamiz. Bu hududimiz kichkina bo'lishiga qaramay, nihoyatda chiroyli yaratilgan. Mana bu yerda, ana bu yerdagi kabi chiroyli oq gullaydigan oleandr va u hududimizni bu yer munosib davom ettiryapti. Uning oldida aprelskiy sirень, bu oddiy sirень emas, bu aroma sireni va aprel oyida ana shu joyga kirsangiz nihoyatda chiroyli ifor berib turgan bo'ladi ana shu o'simligimiz va sizga yoqadi va sizga ham ekishni tavsiya qilamiz. Ana shu kichik hududimizning katta va chiroyli aksenti sifatida bu yerga Italiyadan keltirilgan shtampli ilix daraxti ekilgan. Bu o'simligimiz 10 va undan ko'p yil o'stiriladi va o'shandan kamida 5 yili konteynerda o'stiriladi. Va shuning uchun ham bu o'simligimiz arzon bo'la olmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizga ana shunday ilix daraxti yoqadimi? Gullashdan to'xtagan va ana shunday chiroyli qizil mevalarga kirgan va mevalari ham, barglari ham bu o'simligimizni dekorativ xususiyatga ega. Landshaftımizning bu qismini aprelskiy o'sha aroma sireni yakunlagan va kompozitsiyani bog'lab turadigan asosiy elementga aylangan. Landshaftimizning bu yerga ham gazon emas, ana shunday sedum dekorativ o'simlik ekilgan. Bu o'simligimiz ana shunday holatda bo'ladi va bu yashil go'zallikni ana shunday barbarisning qip-qizil go'zalligi bilan kontrast qilganmiz. Hozir landshaftimizning yana bitta markaziy, uncha katta bo'lmagan qismiga kelyapmiz va bu yer mana shunday uchburchak shaklda yaratilgan. E'tibor bersangiz, bet ham nim balandlik sifatida va bu yerda ham yerga sedum mana shunday o'simlik ekilgan, chiroyli bo'lib turibdi, gilamdek bo'ldi. Atrofida bu yerda Ionemus aurea, mana 3 ta shtampda o'stirilgan knijnaya tuya daraxtlari, ularning o'rta qismida esa mana shunday go'zal qip-qizil barbaris o'simligi va markaziy urug'i sifatida Możжевельник juniperus bonsai ekilgan. Mana biz hozir landshaftimizni chiroyli bir markaziy qismidamiz va bu yer oilaviy qo'ni-qo'shnilar bilan o'tirib, choy ichib, gaplashib o'tiradigan hudud sifatida yaratilgan. Bu joyimizda uncha baland bo'lmagan ana shunday balandlik, bu yerda ham sedum xuddi gilamdek solingan, chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Sharsimon Nandini va multishtamp Ionemus aurea, bu yerda hind sireni, aurea, hind sireni va u joyda ham chiroyli Nandini o'simligi ekilgan, ularning ham barglari nihoyatda chiroyli bo'ladi. Endi bu yerda qulaylik yaratish uchun va bu yerda dam olayotgan odamlarni oftobdan asrash uchun bu yerga yana ikkita katta chiroyli ana shunday akatsiyalar ekilgan. Bu o'simligimiz shtampda va ana shunday chiroyli sharsimon ko'rinishda. Ana shu ikkita chiroyli Robinia pseudoakatsiya o'simligimizning o'rtasida chiroyli qilib va ifori ham nihoyatda chiroyli Arizonika kiparis ekilgan. Ularning ikki tomonida esa qip-qizil bargli barbaris o'simliklari ekilgan. Siz nima o'ylaysiz? Ana shu kontrast sizga yoqdimi yoki yo'qmi? Albatta kommentariyalarda yozib qo'ying. Va nihoyat biz ana shu obyektimizni hovlisida yaratilgan landshaftni to'liq obzorini yakunladik va endi ko'chaga o'tamiz va u yerda ham qilingan joylarimizni ko'ramiz va sizga albatta yoqadi degan umiddamiz. Mana landshaftimizni ko'cha qismiga ham o'tdik va bu yerdagi ishlar ham ichkaridigina davom bo'lib, bu yerda ham past va baland ana shunday balandliklar yaratilgan. Bu yerda asosan gazon yoqizilgan yerga va kiruvchimizni mana shundoqqina o'ng qo'lida va kirib keluvchilarni chap qo'lida ana shunday ikkita chiroyli va nihoyatda chiroyli iforli lipa daraxtlari ekilgan va ularning o'rtasida esa Benka Masaki bukusi ekilgan. Bu tomonimizning kiraverishiga ana shunday chiroyli sharsimon knijnaya tuya ekilgan. Bu yerga ham Benka Masaki va 3 ta chiroyli Tribol Arizonika kiparis ekilgan. Bularning o'rtasiga ham ana u yerning davomi sifatida Benka Masaki bukusi ekilgan. Landshaftimizning bu qismini ana shunday
hozir trendga chiqqan va bu daraxtni bahor gullari kompaniyasi trendga chiqargan. Birinchi bo'lib biz buni Yevropadan keltirganmiz va bu lipa daraxti. Lipa daraxtimiz nimaga aynan shu joylarga ekilgan? Chunki bu ko'cha qismi nafaqat tez salqin bo'ladi, balki nihoyatda go'zal, nihoyatda iforli joy bo'ladi. Chunki bu yerda ana shunday lipa daraxtlarini yana ikkitasi ekib qo'yilgan. Bu kiraverishning asosiy qismi va ana shu yerda chiroyli qilib yapon yoki xitoy usulida mana shunday chiroyli mos yaratilgan va bu mosning osti, ya'ni mana shu suv atrofida ham kompaniyamiz ana shu yerdagi aholi uchun dam olish hududini yaratib bergan. Bu yerda asosan benkamasaki buksuslari va plush o'simliklari ekilgan. Nima uchun plush o'simligi? Chunki bu o'simligimiz tez o'sadi, shu yerda chiroyli yashil devor hosil qiladi. Fasadimizning shunaqangi qarshisida ana shunday go'zal, chiroyli hudud yaratilgan va bu hudud albatta yumshoq, chiroyli gazondan boshlanadi. Bu yerda pompon va mana shu tribol ko'rinishidagi Arizona kiparislar ekilgan va ularning o'rtasida esa benkamasaki bukslar ekilgan. Mana do'stlar, sizga Energy qora suv turar joy majmuasida yaratilgan landshaftimizni to'liq obzorini ham aytib berdik. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Biz faqat siz uchun harakat qilamiz va biz yanada ko'tarilib ana shunday qiziqarli videolarni yaratishimiz uchun biz albatta YouTubening maxsus algoritmlaridan foydalanishimiz kerak. Va ana shu videomizni ko'plab sizga o'xshagan bog' va gul shinavandalariga yetkazib beradi. Harakatlarimiz yoqqan bo'lsa bizga obuna bo'ling va albatta like va kommentariy yozing. Biz har bir kommentariyingizga javob berishga doimo tayyormiz.